Xo'p, qizlar davom etamiz. Yana bir tovarimiz. Bu taksi, pochta orqali chiqib ketadi. Xo'p, Nurobodga ketadi. Bu yerda ikkita qizimiz tovari bor. Xo'p, bir gulchi qizimiz bo'lsa, gulchi qizimizni qo'shnisiga faqat archa va archa o'yinchoqlari Nurobodga ketadi. Xo'p, bu gulchi qizimizning tovari zelin 50 minglik qizlar. Shunaqa zelinlarimizni aralashtirib berdik. Bu yerda galovga 20 ta, bitta 15 minglik globus tuvak, ramashka vetka degan mana ramashka galovga, yana mana ikkita tanasini ham berdik. O'zi tayyorlab oladi. To'g'risi tayyorlashga vaqt bo'lmadi. Men bunga galovga ramashkani sanchib chiqish kerak vetkaga. Xo'sh, yana 4 ta garoq sumkacha 8 minglikdan. Xo'sh, men bu ramashka vetkamizdan mana 3 ta so'ragan 3 xilidan maysa lola. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta deganim 10 ta. Bu bitta paketda mana 2 tadan bor. 10 ta maysa lola, 10 ta atlas lola. Bir pachka Xitoy so'nguli rozvisidan. Men bu kompleks savatimizdan bitta. Bu yerda 8 ta 10 minglik kash bu. Qizlar pochtamiz tayyor. Nurobodga taksi pochta orqali ketadi, bittis orqali. Xo'sh, yana bir pochtamiz yonidagi qo'shnisiga ajratdi ekan. Mana 90 santimetrlik archa. Mana shunday holatda bo'ladi. Buni tayyorlab, lekin ochmaganman. Mana shunaqa bo'ylari balandgina mana. Bu lekin ochilmagan, tayyor holatda mana shunday bo'ladi. Xo'p, 90 santimetrlik archa, mana ikkita zeleni, svitchasi va ikkita o'yinchog'i. Pochtamiz tayyor qizlar. Nurobodga ketadigan tovarlar.